إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ve ashabihi ecmaîn. Qadrli görürmən dostlar, bugünkü dərsimizdə Fatiha surəsinin üstündə toxtalımız. Fatiha surəsi Müddəssir surəsindən keyin nazil bolğan 7 ayətlik surə. Bu surə Qur'an nazil buluş tərtibi bilan emas, Qur'an Kerim'de tiziliş tertibi boyunca birinci sure, yani Qur'an Kerim'in birinci suresi bolğanlık için bu başlığı açqıcı ve mukaddime degan ma'noda Fatihatul Kitab. Peygamber bunu Fatihatul Kitab, kitapның başlangıcı deb atagan. Onun için bu İslam aqidasininki negizini öz ichiga alganlik uchun asos deb atalgan. Onun için namazda her rekatta tekrarlanıp okulduğun 7 ayet bolğanlık üçün Sab'ul Masani deb atalgan. Onun için Qur'an Kerim'ninki negizini, aqidenin mazmununu öz ichiga alganlık üçün asas deb atalgan. Şundaq güzel isimdir bu sureninki. Fatiha Qur'an Kerim'de her qandaq bir sureninki asası maqsadi g'oyasi bo'ldi. Fatiha surenin asaslı maqsadi mu'minlarni voyaga yetgan itoatmanlik bilan Alloh taolaga yuzlantirishni g'oya maqsad qilgan. Fatiha suresida bir qancha sahih hadislar kelgan. Shu hadislardan biri Abu Said radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bana masjidda, "Sana masjiddan chiqqandan keyin Qur'on Kerimdagi eng ulug' bir surani men" dedi. Shu namoz tugab masjiddan chiqadigan bo'ldik. Shu vaqtda Rasulullohning qo'lini tutib, "O'zini menga bir eng ulug' surani deb berman" degan. Dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u Elhamdülillahi Rabbil alamin. Yani Fatiha suresi. U bo'lsa namazda tekrarlanadigan 7 ayet ve bana berilgan ulug' Qur'on Kerimdir deydi. Fatiha suresi Müslümanların gündelik 5 vaqt namazlarida, dualarda tekrarlanıp turadigan nihayet muhim bir sure. Şunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la salate limen lem yaqra bi Fatihatil kitab. Yani sure Fatiha'ni okumagan kişinin namazı durust emas degan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis qudusida mundaq degan. Endi hadis qudusi degan desak, hadis qudusi degan umu Alloh taoladan kelgan bir vahiy. Biroq Qur'on Kerim lafzi bilan, ma'nosi bilan Alloh taoladan kelgan vahiy. Buningda Rasulullohning hech qanday qo'shib qo'ygan narsa yo'q. Ammo hadis qudusi ma'nosi Alloh taoladan kelgan va lafzini Rasululloh o'zi ta'birlagan. Shunday hadis. Hadis qudusida Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem degan. Bende elhamdülillah'ni o'qishni boshlab sura Fatihani o'qib, elhamdülillahi Rabbil alamin deganda benden meni maqtadi deydi Alloh taolo. Ar-Rahmanir Rahim deganda benden meni madhiladi deydi. İyyake na'budu ve nesta'in deganda benden meni ulug'ladi deydi. İhdina sıratal mustaqim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yevmiddin. Ar-Rahmanir-Rahim, o nihayet şefkatlik ve to'liq mehribon Allohdir deganda benden meni maqtadi deydi. Endi Maliki yevmiddin deganda, ya'ni o qiyomat kunining egisidir deganda Alloh taolo benden meni ulug'ladi deydi. Iyyake na'budu ve iyyake nesta'in deganda bu benden bilan mening aramdagi ish, bendemga tilginini beraman deydi. Onun için İhdina sıratal mustaqim, sıratal lezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagan, sen in'am qilgan, g'azabga uchirmagan va to'g'ri yo'ldan ozmagan kishilarning yo'lga boshlag'in deganda Alloh taolo bendamning bu tilini qabul qildim, bendamga tilgini beraman deydi. Ya'ni bu hadis qudusida Alloh taolo sura Fatihani namoz deb atagan.
ya'ni namoz deb atagan. Namozni benden bilan aramda ikkiga bo'ldim deb ben namoz deb atagan. Demak, bu Sura Fatihaning nihoyat ulug'ligiga ishorat qildi bu hadisma. Ya'ni Sura Fatiha namozning jini. Qur'on Karim bütün insoniyatni hidayatga, to'g'ri yo'lga yetaklash uchun kelgan o kitob bo'lsa, Sura Fatiha uning negizi. Shunga u ummul kitob. Ya'ni Qur'on Karimning onasi deb atalgan. Fatiha suresi baştan ahire talimat ve munacat, dua. Yani Allah Teala bu surede Bismillahirrahmanirrahim'den başlaş arkalık, bunun başlaş arkalık bizge din ve dünyalık her kanımızı Allah Teala'nı yad etiş, Allah Teala'nı unutmaslık ve onun yardımını talep kılışpen başlaşımız lazımlığını. Onun için Allah Teala alemlerinin yegani yaratquchi, igisi, parvish qilguvchi va boshqarib turguvchi Rabbi bo'lganligi uchun qiyomat kunining mo igisi, qiyomat kunidagi hisob elish, mu'minlarni jannatga kirgizish, kofirlarni do'zaxga kirgizish, adolat bilan chiqarish qatorliq ishlarning hammasi igisi Allah Teala bo'lganligi uchun Allah Teala'ga hamd va sano va barliq madhiya, güzel muhtaçlarının Allah Teala'ga xas ekanligini öğretken. Onun için mushundaq katta sifatga ega bo'lgan Allah Teala'nın ibadet qilishga ve yalğız itiqad qilishga to'liq haqli bo'lgan iloh ekanligini, shunga ibodatni uning o'ziga qilish, yordamni uning o'zidan tilash zarur ekanligini, hatto farz ekanligini. Onun için Allah Teala'nınki yaxshi bandalar qatorida bizga hidoyat berishini, to'g'ri yo'lga boshlashini, ozg'onlarning emas, g'azab qilinganlarning emas, ya'ni Yahudi xristianlarning yo'liga emas, haqiqiy payg'ambarlarning, mu'minlarning, solihlarning, shahidlarning yo'liga boshlashini tilashni o'rgatgan endi buningda. İslam tefekkürü merhum Said Qutb fi Zilal Qur'an namlı tefsirde Fatiha suresi to'g'riliq mıdır degan. Müslüman alem 7 ayetlik bu lafzi mazmuni mo'l surani kunda 5 vaqt namozlarining farzlarida 17 qatim o'qiydi. Uningdan boshqa sunnatlarini o'qish va duo qilish jarayonida uningdan ko'p o'qiydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Fatiha suresini o'qimagan kishining namozi ado topmaydi deganlikka asosan namozning har bir rakatida Fatiha suresini o'qish farzdir deb qaraydi. Bu sura islom aqidasining, islom tasavvurining, islomiy ong va islom ko'rsatmalarining asosi bo'lib, bu suraning namozning har bir rakatida takror o'qilishga tanlanganligi, uningsiz namozning ado topmaydiganligi albatta zo'r bir hikmatlik bir ish. Endi Said Qutbning so'zi tugadi. Fatiha suresini o'qimasdan namoz o'qisa bo'lamdi degan masalada fiqhlar, ya'ni islom fiqhshunoslari ixtiloflashgan bo'lib, Shafi'i, Maliki va Hanbali mazhablarining qancha Fatiha suresini o'qimagan kishining namozi ado topmaydi. Yuqoridagi Fatiha suresini o'qimagan odamning namozi ado topmaydi degan hadisga asosan. Ammo Hanafi mazhabininki qarashi bo'yicha Kerimdan qaysi bir oyatni, qaysi bir surani yoki bir qancha oyatni o'qisa ado topadi deydi. Ularning dalili faqra'u ma tayassara minal Qur'on. Qur'on Kerimdan o'ng'ay bo'lganini o'qigan deb buyurgan oyatni deydi. Bularning dalili Qur'on Kerimdagi oyatda. Ammo yuqorqi 3 mazhabning qarashini ko'p sonli ulamolar shuni kuchlantirdi. Ya'ni Fatiha suresini o'qimasa namoz ado topmaydi degan qarashni kuchli deb qaraydi. Fatiha suresi islom aqidasining negizi, ibodatlarning sistemalarini va amal ibodatlarining qabul bo'lish prinsipini, shundaqla duoning adablarini o'z ichiga olgan bir sura bo'lib, namozning har bir rakatda bu suraning takrorlanishi mushu hikmatga asosan yo'lga qo'yilgan bo'lishi mumkin. Endi elhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allama İbn Cerir Taberi deydi. Elhamdülillahi rabbil alamin degan oyatning ma'nosi,
samimiy shukr Allohga xosdir deganlik bo'ladi. Alhamdulillah Robbil alamin. Barcha madhiya va samimiy shukr Alloh taologa xosdir. Alloh taoloning bandalariga ato qilgan sonsiz ne'matlari, in'omlari, inson organlarini uning din va dunyolik butun ishlariga ishlatishga qulay qilib yaratganligi, ularga hisobsiz rizq berganligi, ularni hidayat qilganligi qatorliq nurg'unlagan sanab bo'g'uchisiz ne'matlarga shukr qilishning, shukr aytishimizning albatta zarur ekanligini ta'kidlaydi. Hakam ibn Ubay radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning sen alhamdulillah degan vaqtingda Allohga shukr qilgan bo'lsan deganligini aytdi. Undan keyin Ibn Abbos radhiyallohu anhu alhamdulillah deganlik Allohga shukr deganlikdir. Shunga arab tilining mutaxassislari alhamdulillah degan so'zning o'rniga shukran lillah, Allohga shukr qilman desa bo'ladi deb qaraydi. Hatto ba'zida alhamdulillah degan so'z ashkurulillah deganning o'rniga ashkurulillah degan so'z alhamdulillah degan so'zning o'rniga ishlativerdi deydi. Bu imom Tabariyninki so'zlari. Endi yana boshqa ulamolar deydi, alhamdu bilan shukr o'tirisida farq bor. Shukr degan kimninki bizga qilib qo'ygan yaxshiligiga, muayyan biz bilgan bir yaxshiligiga shukr minnatdorlik ado qilish. Alhamdu degan Alloh taologa har zaman minnatdorlik, shukr, tashakkur aytishdan iborat insoniy va diniy burchimiz deydi. Shunga hamdu sana shukrdan cho'ng deb qaraydi. Chunki shukr Alloh taolaning bizga bo'lgan, bizga ma'lum bo'lgan ne'matlar uchun aytilgan minnatdorlik bo'lsa, alhamdulillah Alloh taolaning bizga ma'lum bo'lgan, ma'lum bo'lmagan va biz his qilgan, his qilmagan barliq ne'matlarga minnatdorlik va samimiy tashakkur aytganlikdir deydi. Endi Robbil alamin degan Robb yordamda bizniki Parvardigor, Parvishkor deb tarjima qilishga to'g'ri bo'lmaydi. Robb degan yaratuvchi, ega, parvish qiluvchi, tarbiyalovchi, yetishtiruvchi, xo'jayin degan ma'nolarda keldi ekan. Bu Robb degan bergan ma'noni bu fors tilidan kelgan Parvishkor, Parvardigor degan so'z %100 ifodalab berolmaydi ekan. Shunga buni ko'p millatlar, turkiy xalqlar Robbni Robb deb ishlatadi. Olamlarning Robbi, ya'ni egisi, xo'jayini, parvish qiluvchisi, boshqaruvchisi, taqdir qiluvchisi, tasarruf qiluvchisi. Endi olam degan so'z Alloh taolodan boshqalarning hammasi olam deb atalmasan. Insonlar olimi, hayvonotlar olimi, tabiat olimi, jamodatlar olimi, qushlar olimi deganga o'xshash bütün olamlarni o'z ichiga oldi. Shu olamlarning hammasining egisi Alloh taolo degan bo'ldi endi. Iyyaka Maliki yawmiddin. Endi bu Maliki yawmiddin degan Alloh taolo qiyomat kunining egisi. Maliki desa qiyomat kunining podshosi deb bunda o'qigan qiroat bor, ammo Maliki degan umumlashgan. Alloh taolo hozirmi dunyo oxiratning va hammaning egisi. Endi bu yerda qiyomat kunining egisi deb keltirishlikni maqsad qiyomat kunida bu dunyodagi rais bo'lsin, podsho bo'lsin, boy bo'lsin, cho'ng bo'lsin, hammasi o'xshash bo'ladi. Ya'ni rais, fuqaro, boy, gadoy hammasi o'xshash bo'ldi. U yerda Alloh taoladan boshqa podsho yo'q. Alloh taoladan boshqa hukm qiluvchi yo'q u kunda. Bu dunyo cho'nglari, podsholari hammasi u yerda o'xshash fuqaro sifatida fuqaro bo'ldi. Anda bo'lganki, shunga olamlarning bu qiyomat kunining egisi deb alohida keltirilgan deydi ilm olamda. Endi iyyaka na'budu va iyyaka nasta'inda bu iyyaka degan hasr deydi arablar. Arab tilida bu sanla ibodat qilamiz va sendilla yordam talab qilamiz deb. Bu endi bu iyyaka kelgandikin na'budu va iyyaka nasta'inning oldida kelgandikin sanla ibodat qilamiz va sendilla yordam talab qilamiz. Ya'ni ibodat Alloh taolodan boshqasi qilinmaydi. Endi yordam Alloh taolodan boshqa bir kimdan yordam so'rashga bo'lmaydi.
Albatta bunun bunda yolu var. Bu yerda Allah Taoladan boshqa birisidan yordam so'rashga bo'lmaydi degani o'liklardan va g'oyiblardan qo'lga ish kelmaydigan ashulardan madad so'rash, yordam tilash, madad tilash harom. Allah Taoladan tilash deganlik. Uningdan boshqa insonlarning o'z orasida masalan birisidan qarz so'rash, birisidan bir ishga yordam qilishni so'rash, bir ishni hamkorlashishni so'rash deganga o'xshash bir-biriga yordamlashish bu ma'ni qilingan ish emas. Endi bu yerda Allah Taoladan so'raymiz deganlik shu o'liklardan, g'aybdan yordam so'ramaymiz, mushriklarga o'xshash. Faqat Allah Taoladan so'raymiz deganlik endi. Endi bu yerda ibodat to'g'risida to'xtalsak, ibodat degan so'z lug'atda endi bo'ysunish, itoat qilish degan ma'noni ifodalaydi. Islom atalg'usida Alloh taolo yaxshi ko'radigan va Alloh taolo rozi bo'ladigan, mamnun bo'ladigan har qanday amal ibodat hisoblanadi. Shunga ibodat degan so'zni islomda belgilangan cheklik masalan, ro'za tutish, namoz o'qish, haj qilish, zakot berish deganga o'xshash maxsus ibodatlarga qisqartib qo'ygan vaqtida bu ibodatdan bo'lgan maqsad o'tirg'i chiqmay qoldi ekan. Alloh taolaning va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Ya'ni insonlarni, jinlarni men faqat menga ibodat qilishga ular yaratdim deganligi, hamisha menga ibodat qilib, namoz o'qib, ro'za tutsin uchun emas. Bütün hayatını mening shariatimga udullab, mening deginim bo'yicha, mening ko'rsatganim bo'yicha hayot kechirsin. Shuning uchun yaratdim deydi. Ya'ni bu yerki maqsad biz Allohga ibodat qilishning maqsad bu 5 vaqt namoz o'qib qo'yish, yilda bir qatim ro'za tutib qo'yish, zakot berib qo'yish, umrimizni bir haj qilib qo'yish, vaqtimiz baqa qolgancha Qur'on o'qib qo'yish bu emas maqsad. Bu qilmasi bo'lmaydigan bu ramziy ibodatlar, ammo amaliy ibodatlar, muomalaviy, axloqiy ibodatlar bütün hayotimizniki hamma soniyasini, hamma daqiqasini ibodatga aylantirish. Qanday aylantirg'ili bo'ldi? Shu Allohning ko'rsatgani bo'yicha mangsoq, mayli adam boyada, adam yo'q yerda Allohning ko'rsatgani bo'yicha ish qilsak, uydimi shundoq, masjiddimi shundoq, bozordimi shundoq, ish o'rnidimi shundoq, muomaladami shundoq, bir xil shu ko'rsatgan siziq ichida, shariatning siziq ichida bo'lsak, bizningki bütün hayotimiz ibodat ichida, hatto uxlaganlarimizmi, o'zimizniki jim turganimiz, harakat qilamiz, dam olishlarimiz hammasi ibodat qatoriga o'tadi degan gap endi. Shunga ulamolar ya ayyuhan nasu ubudu robbakumul-lazi xalaqakum degan oyatni sizlarni yaratgan Robbinglarga ibodat qilinglar degan ey insonlar, sizlarni yaratgan Robbinglarga ibodat qilinglar degan oyatni Robbinglarga itoat qilinglar, Robbinglar ko'rsatgan bo'yicha ish qilinglar deb tafsir qiladi endi. Endi Alloma Muhammad Ratib Nablisi bu ibodatni ikkiga bo'lib mundaq deydi. Ibodat ikki turlik bo'lib, biri amaliy ibodat, bu al-ibadatu ta'amuliyya. İkincisi al-ibadatu şairiyya. Bu simvollik ibodat. Simvollik ibodat deganimiz bizning namoz o'qish, ro'za tutish, zakot berish, Qur'on o'qish, qatorliq ibodatlar bo'lib, bu ibodatlarning ba'zi Qur'on o'qish, zikr aytish va duo qilishga o'xshash til bilan qilinadigan ibodatlar. Ba'zisi namozga o'xshash badanning harakati bilan qilinadigan ibodatlar, jismoniy ibodatlar. Ba'zi pul va mol sarf qilinadigan iqtisodiy ibodatlar. Ba'zisi hajga o'xshash badanning harakati va iqtisod bilan qilinadigan ibodatlar. Bu shu ibodatlar bular simvollik ibodatlar. Endi amaliy ibodatlar qaysi desa, Alloh taolo buyurgan ishlarni qilish, Alloh taolo to'sgan ishlardan cheklanish va barliq ish harakatlarida, gap so'zlarda Alloh taologa itoat qilib, Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha ish ko'rishdir. Mana mana umumiy bu amaliy ibodat. Bütün mu'minlarning talab qilingan ibodat shu. Bu turdagi ibodat musulmon odamning bütün hayotlik sohalarini hammasini o'z ichiga oldi. Bütün hayotlik sohalarda Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha ish ko'rgan odamning kecha kunduzi va hamma daqiqasi ibodat ichida bo'lgan bo'ldi. Endi amaliy ibodat joyida o'rindalmasa, namoz, zakot, ro'za qatorliq simvollik ibodatlarning natijasini ko'rgili olmaydi. Endi buningda Rasulullohning bir sahih hadisi bor. Men qara'al Qur'on va amila bima fihi ulbisa walidahu
tajan yawmal qiyama du'uhu ahsan min du'ish shamsi deydi. Kimki Qur'on o'qisa va unga amal qilsa, qiyomat kuni Alloh taolo u kishininki ota-onasiga kunning nuridanmi bak parqirab turadigan tojini kiygizdi. Endi bu yerda Qur'on o'qish simvollik ibodat, amal qilish amaliy ibodat. Shu simvollik ibodatni amalga oshirish uchun amal qilish birga bo'lish kerak. Shunda bo'lganda uningki natijasini ko'gili bo'ldi. Uningki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana shu ma'noda bir odamni tasvirlaydi. Birisi nihayat bichora holatda kelib Alloh, ey Robbim, ey Robbim, ey ilohim deb duo qildi. Lekin uningki yegini harom, kiygini harom, uning badani haromdan uzuqlangan tursa, uningki duosi qanday ijobat bo'ldi. Endi duo simvollik ibodat. Haromdan qochish, halol yeyish amaliy ibodat. Simvollik ibodatni qilib qo'ygan bilan, amaliy ibodatni qilmagandan keyin simvollik ibodatning foydasi bo'lmaydi degan bo'ldi. Qo'lni ko'tarib shunda duo qilsa-mu, shunda bichorliklar ashbas ag'yar deydi. Ashas ag'yar deydi hadisda. Yana nayt bichora yuzlariga to'piqlab ketgan shunda bir bichor holatda Alloh taologa iltijo qildi. Normalda bunday iltijo qilgan odamningki duosi ijobat bo'lishi kerak, lekin uning bir sharti bor. Chunki uning yegini harom, ichgini harom, uzuqlangani harom. Bunda haromdan bo'lganlik uchun buningki simvollik ibodatni qilgan bilan amaliy ibodatni qilmaganlik uchun buning amali qabul bo'lmaydi deydi. Yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam man lam yada' qawla zur val kizb falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu va sharabahu deydi. Kimki yani tuhmat qilishni va yolg'on so'zni tark etmay ro'za tutdim deb, ya'ni ro'za tutib turib bir kimga tuhmat qilsa va yolg'on aytsa, Alloh taolaning bu odamni tutgan ro'zasiga hojati yo'q deydi. Undan keyin yani bu to'g'rida hadislar bor, yani bir hadis bor, yani ba'zi bir ro'za tutuvchilar borki, ular faqat shu ussizlikdan boshqasiga erisholmaydi. Ba'zi bir kechida turib namoz o'quvchilar borki, kechida shu uyqusizlikdan boshqasiga erisholmaydi. Chunki ular shu simvollik ibodatni qilgan, ammo amaliy ibodatlar yo'q. Masalan, harom ichida. Yo'lga kirmagan hamda. Asosiy nima? Bularga maqsad shu, Allohning yo'liga kirib, butun ishlarda, mayli dunyolik ish bo'lsin, mayli oxiratlik ish bo'lsin, har qanday ishda, bolalarni tarbiyalashda, qo'shnilarga muomala qilishda, bino setib olishda, yo'l yurishda, hamma ishda Alloh taolo ko'rsatgan nizom bo'yicha shariat uchun mansab ish tugaydi. Shu ibodat ishida mangan bo'lasan, chunki men Allohning yo'lida mengayotiman deb shu xilof qilmay shunda qilish deydi. Endi bu yerda ihdina siratal mustaqim. Endi bizni siratal mustaqim degan shu islom dini to'g'ri yo'l. Burundan tortib Odam alayhissalomdan tortib Muhammad sallallohu alayhi vasallamgacha kelgan butun payg'ambarlarning dini bir din aslida. Xristian dini, Yahudi dini deydigan bir dinni Alloh taolo nozil qilmagan. Inna dini indallohi islom. Ya'ni Alloh taolaning nazarda qabul bo'lgan din islom dini. Va sammakumul muslimin min qabl va fi hada din. Sizni burun musulmon deb atagan, ya'ni Alloh taolaga iymon etgan kishilarni musulmon. Musulmon degan nima? Bizni Allohga topshirgan, Alloh taolaga bo'ysungan, itoat qilgan kishi. Shuni musulmon deb atagan, shu ummatni islom musulmon deb ataydi Qur'on Karimda. Demak bu din bir din. Endi ihdina siratal mustaqim shu to'g'ri yo'l, Alloh taolaning to'g'ri yo'li, Odam alayhissalomning zamonidan tortib Muhammad alayhissalomning kelgan shu hozirgi shu islom ummatining dinigacha dinning hammasi o'xshash haqiqiy to'g'ri din. Endi ular Xristian dini, Yahudi dini o'zgartiriblar, o'zgartirib ismlarni qo'ygan endi. Dinning asosi bir. Bu yerda samoviy dinlar deydigan gap yo'q. Samoviy din bir, samoviy dinlar emas, din bir endi. Siratal mustaqim. Endi hidoyat, ihdina degan bizga hidoyat bizni to'g'ri yo'lga boshlagan degan. Endi to'g'ri yo'lga hidoyat tepish dunyoda hammadan bak muhim bo'lgan ish, eng katta ne'mat. Masalan, bir odamningki to'g'ri yo'lga hidoyat topgandan ortiq yo'q dunyoda. Masalan, bu yerda oyatda maqsad qilingan shu islomga hidoyat tepish. Islomga hidoyat topgan odam bu dunyoda baxtlik, mayli boy bo'lmasin,
Çoğun bir katta nimeyle yaşayıp yatıyorsun. Adet fukra sütü yaşıyorsun. Lekin o Müslümanlar her cayda bəxtlik, kembag'al olsun, aqsı qalgan olsun, bəxtlik nimishqa onunki cenneti ko'nglida Müslümanların dilida. Ahiretning azobidan xotirjam. Ahiretda Alloh taolaning mukofotiga erishadi. Shunga bu to'g'ri yo'l, siratal mustaqimga hidoyat qilinishni tilash har qanday bir aqlli odamning ishi. Uningda boshqa to'g'ri yo'lga hidoyat tepish degani bunda kengaysak hamda dunyoda har qanday ishning to'g'risini qilishga muvaffaq bo'lish degan dunyodagi eng chong utuq. Masalan, turmush qurishda to'g'risini tanlayolmagan ikki taraf er ayol birisi-birisini to'g'ri tanlayolmaganlikdan nurg'un odamlar farzandlar bo'lgandan keyin ajrashib ketib, oilani buzib o'tib, qaytadan yangi hayot boshlayotgan gaplar. Bu demak, ishninki g'alaba qilolmagan va to'g'ri yo'lga hidoyat topolmagan, to'g'risini qilolmagan. Masalan, ish o'rnidami? Masalan, o'ziga munosib emas bir ishni qilib, keyin pushaymon qilib ziyon tortgan ishlar. O'zining iqtidori bo'lmagan ishni qilib ziyon tortgan ishlar. Va o'ziga munosib emas ishni qilgan. Masalan, hamma ishda Alloh taolaning to'g'rilikqa muvaffaq qilishini tilash endi inson uchun shunchalik yaxshi. Mayli dunyolik bo'lsin, oxiratlik bo'lsin, hamma ishda to'g'risini. Shunga sabbih ismi robbikal a'la allazi xalqa fasawwa vallazi qaddara fahada. Ya'ni eng yuqori martabalik Robbingga tasbih etgan sabbih ismi robbikal allazi xalqa fasawwa. U insonni yaratdi va a'zolarini barobar qildi, fahada va uni to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Bu yerga yetaklash hamda mu'minlarni, butun insoniyatni islom diniga chaqirdi. Mu'minlarni hidoyatga muvaffaq qildi. Uningdan boshqa butun Alloh taolo o'zi yaratgan mahluqotning hammasini o'zining qiladigan ishga muvaffaq qildi. Masalan, qushlarni don terib jinni boqishni ilhom qildi. To'xini to'xlar qanday tatlab don terib yetishni. Masalan, endi tug'ilgan bola onasininki emchikini emishni masalan, u kim o'rgatdi unga? Demak, Alloh taolo shunday ilhom qildi. Hamma narsaga shunday ilhom qildi, shunday o'rgatdi degan bo'ldimdi u. Endi bu yerda bu hidoyat to'g'risida Alloma Sha'raviy deydiki, hidoyat ikki turli bo'ladi. Biri hidoyati dalala, biri hidoyati mauna deydi. Hidoyati dalala deganda dalolat ko'rsatib qo'yish degani to'g'ri yo'lni ko'rsatish. Bu umumiy butun insonlarga bo'lgan Alloh taolaning hidoyati. Chunki Alloh taolo payg'ambarlarni avatdi, kitoblarni nozil qildi va shu kitoblar orqali payg'ambarlar orqali insonlarga nimaning to'g'ri ekanligini, nimaning xato ekanligini, qaysi to'g'ri yo'l, qaysi xato yo'l ekanligini, oxiratdagi ahvollarni hammasini bayon qildi. Buning ichida uniga ishonib payg'ambarlarga iymon etganlar mu'min deb ataldi. Uniga ishonmaganlar tarixdan biri kofir deb ataldi. Demak, shunday Alloh taolo hammasini hidoyatga chaqirdi. Ammo ular hidoyatni qabul qilganlar bo'ldi, qabul qilmaganlar bo'ldi. Endi hidoyatni qabul qilmaganlar to'g'risida Alloh taoloninki oyat bor. Va amma samud fahadaynahum fastahabbul ama alal huda fa'akhazatuhum sa'qatul azab bima kanu yaksubun deydi. Samud qavmiga kelsak, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan edik. To'g'rini ko'rsatdik, payg'ambar avatdi, dedik, ma to'g'ri yo'l deb. Ular hidoyatning ko'rliqni, ya'ni iymonning haqiqatlarini ko'rmaslikni ortiq bildi. Ularni o'z qilmishlari tufayli har qiluvchi chaqmoq azobi halok qildi. Endi yordam qilish ma'nosidagi hidoyatni desak, bu mu'minlarga xos ibodat. Ya'ni to'g'ri yo'lga kirgan mu'minlarni shu to'g'ri yo'lni izib ketmaslik uchun shu yo'lning oxiri qadar Alloh taolo hidoyat qilib, ularni qo'g'dab shu yo'lga yetaklash. Bu to'g'rida vallazina ihtadaw zadahum huda va atahum taqwahum. Ya'ni hidoyat topganlarga Alloh hidoyatni ziyoda qiladi va ularni taqvoga muvaffaq qildi. Hidoyat topganlarga hidoyatni ziyoda qildi. Bu mu'minlarga xos ibodat. Hidoyatni mauna, ya'ni yordam qilish ma'nosidagi hidoyat. Ya'ni hidoyat mohiyat jihatdan yana ikki turli bo'ldi. Biri hidoyati tavfiq, yana biri hidoyati irshad. Hidoyati tavfiq Alloh taoloning qo'lidan keladi. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Alloh yahdi man yasha
deydi Allah Taala. Peygamber, şəksizki sen xalığan adamını hidayet kılalmaysan, lekin Allah üzü xalığan adamını hidayet kılıdı, deydi. Ama doğru yolunu körüstüp koyuş ma'nosidagi hidayeti, irşad, doğru yolunu körüstüp koyuş ma'nosidagi hidayet peygamberlerinin qo'lidan kelgandek bütün müminlerin, davetçilerin, her qanday kişinin qo'lidan keladi. Bu haqda Rasulullah Allah Taala dedi: "İnneke letehdi ila sırat-ı müstakimde." Şek şüphesiz ki sen doğru yolu başlaysan, yetekleysen. Endi bu yerda bunda tushunish kerak bu. Mushu hidayeti tevfik bilan hidayeti irşadni, hidayeti tevfik masalan bir adam yol so'radi. Yol so'rgandan keyin buningga qo'ldan tutib o odamni aşı barıtqa yerga apirib qo'ydi. Masalan, yol so'rgan odamga qo'ldan tutib barıtqa yerga apirib, "Mana nima shunday apirib qo'ydi." Bu hidayet tevfik, bu Alloh taolaning qo'lidan kelgan ish. Ammo hidayeti irşad o adamning qo'ldan tutib apirib qo'ymadi, uni mağısız, solga mağısız, onundaki tüptüz mağısız, bunda mağısız, falan yerga barasız deb ko'rsatib qo'ydi. Bu ko'rsatib qo'yishni payg'ambar va mu'minlar qila oladi. Qo'ldan tutib apirib qo'yishni Alloh taolaning qo'lidan keldi. Shunga uni hidayeti tevfik deymiz. Ma'ni hidayeti irshad deymiz. Yer ihdina siratal mustaqim degandagi hidayeti şu Allah Taola'nın sorun. Allah Taola'dan başka hiç kimga ihdina deyilmaydi, yani bizni hidayet qilgin deyilmaydi. Hidayetni Allah Taala berdi, haqiqiy hidayetni. Muvaffaq qilish ma'nosidagi hidayetni Allah Taola'dan başka hiç kim bermaydi. İhdina siratal mustaqim, siratal ladzina en'amta alayhim. Endi bizni to'g'ri yo'lga boshlagan va sen in'am qilgan kishilarning yo'liga. O sen in'am qilgan kishilar kimlar desa, ve men yuti'allaha ve rasuluhu fe ulaike ma'allazina en'amallahu alayhim minen nebiyyin ve siddiqin ve şuhada'i ve salihin ve hasuna ulaike rafiqa degan oyatda ifodalandi. Kimki Allohga va payg'ambarga itoat qildi ekan, ana shular Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, rasullar, shahidlar va solihlar, ya'ni o'z mas'uliyatini to'liq ado qilgan mu'minlar bilan billa bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamrohlar. Demak, Allah Taola'nın in'amiga sazovor bo'lgan kishilar payg'ambarlar, rasullar, shahidlar va yaxshilar bilan billa bo'ldi va ashlarning qatoriga kirdi. Endi g'ayril mag'dubi alayhim va laddallin degani bu yerda Yahudilar haqiqatni bilib turib, hammani bilib turib, unutni yuz o'rgan. Shu sababdan Alloh taolaning g'azabiga uchirgan Yahudilarning yo'liga emas va haqiqatni bilmay yo'ldan ezib ketgan xristianlarning yo'liga emas, yuqori payg'ambarlarning yo'liga boshlagan ekanligimdi. Endi bu oyatlardagi badiiylik onu qaraydigan bo'lsak, masalan, Qur'on Karimning go'zal uslublaridan biri in'om qilish, rahim shafqat qilish va ne'mat ato qilish qatorliq ishlarni, yaxshi ishlarni Alloh taolaga mansub qilingan Qur'on Karimda. Mesela. Ama Allah Teala'nın cezası ve azabı qatorliqlarni mecbur holatida qoldirgan. Mehşerim ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina en'amta alayhim. Yani sen in'am qilganlarning yo'liga, g'ayril mag'dubi alayhim va laddallin. G'azab qilinganlarning yo'liga emas deganda, g'azab qilganmi? Alloh g'azab qilgan ularga. G'adiballohu alayhim deb boshqa bir oyatdan bor. Allah g'azab qilinganlarning yo'liga emas, sen in'am qilganlarning degan oyatda in'amni Alloh taolaga mansub qilgan, ammo g'azabni majhul qilib qo'ygan. Bu Alloh taolaga adab axloqliq bo'lganlikning bir ifodasi hamda. Mushunga o'xshash yana bir oyat va Qur'on Karimda allazi xalaqani fa huwa yahdin vallazi huwa yut'imuni va yasqin va iza maridtu fa huwa yashfin. İbrahim alayhisalom deydi, u meni yaratgan, menga to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan zotdir. Menga taom va usuzlik beradigan zotmi shudir. Og'rib qolsam meni saqaytidi degan. İbrahim alayhisalom bu oyatlarda yaratish, yo'l ko'rsatish, yegizish, ishkizish, kasaldan saqaytish qatorliq ishlarning hammasini Alloh taolaga mansub qilgan. Ammo kasallikni Alloh taolaga mansub qilmasdan o'ziga mansub qilib va iza maridtu, men kasal bo'lib qolsam deydi. Biz e'tiqod qilamizki, kasallikni sog'uvchimi Allah, shifolikni beruvchimi Allah. Bu mu'minning e'tiqodi. İbrahim alayhisalom shunday e'tiqod qildi. Allah, lekin bu yerda adabdan seni ağırtıp qo'ygandan keyin Allah menga kasal beradiganmi Allah, meni og'ritadiganmi Allah demay, og'rib qolsam saqaytadigan Allah. Demak, Qur'on Karimning go'zal uslublari, Alloh taolaga bo'lgan hurmat, ehtiromningki bir ifodasi.
meni kasal qilgan demasdan og'rib qolsam deb keltirgan. Halbuki kasalni sog'uvchi Alloh, shifolikni ato qiluvchi Alloh. Endi na'budu va nasta'in ihdinas degan oyatlarga ihdina degan oyatlarga qaraydigan bo'lsak, bu oyatlardagi fe'llarning birlik shakli bilan emas, ko'plik shakli bilan kelganligini ko'ramiz. O'qigan odam, Qur'on surah Fatihani o'qigan yolg'iz odam bo'lsa-mu, u ko'plik shakli bilan ibodat qilamiz, yordam so'raymiz, bizni hidoyatga boshlag'in deb bunda ko'plik shakli bilan boshladi. Bu mo'min odamning o'zini g'ana o'ylamasdan butun musulmonlarga kuyinish va ularning g'amini yeyishni o'rgatish, hammaga yaxshilik tilash va Alloh taologa ibodat qilishda o'zining yolg'iz emasligini his qilish qatorli go'zal axloq va oliy fazilatlarni unutish uchun bo'lsa kerak. Qur'on karimda kelgan nurg'unlagan duolar ko'plik ma'nosida keladi. Masalan, Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan deganda Robbana ey Robbimiz deb masalan nurg'un oyat Qur'on karimdagi duolarning ko'p duolar Robbana ko'plik ma'nosi bilan kelgan. Nimishqa? Buningda shuni bilamizki, bu xil uslub musulmonlarga o'zlarining hargiz yolg'iz emasligini, barliq islom ahlining Alloh taologa ibodat qilishda, undan yordam tilashda va undan to'g'ri yo'lda mustahkam qilishni tilashda bir gavda ekanligini, birlik, barobarlik ichida ekanligini, musulmon odamning o'zini o'ylamay, barliq musulmon qarindoshlarining g'amini yeyishni, hamma musulmonlarga yaxshilik qilishi kerakligini eslatadi va o'rgatadi. Endi amin deganning hukmi to'g'risida kelganda, Fatiha surasidan keyin aytiladigan amin Fatiha surasining bir oyat emas, Qur'ondan bir oyat emas. Shunga u yozilmaydi. Bu amin degan gap doim ijobat qilgan degan gap hamda. Buni aytish sunnat. Namozda imom va jamoat hammasining amin deyishi sunnat. Chunki payg'ambar alayhisalom iza ammana al-imam fa'aminu fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama dedi. Ya'ni imom amin deganda sizlarmi amin denglar, birovning amin degani farishtalarning amin degani o'zi kelib qolsa, uning o'tganki barliq gunohlarini Alloh mag'firat qilgan. Alloma Ibn Baz Saudiya Arabistonining sobiq muftisi mayli namozda bo'lsin yoki namoz sirtida bo'lsin Fatiha surasini o'qigan yoki anglagan kishining amin deyishi sunnat. Navoda Fatiha surasini o'qib yoki anglab amin demasa gunohkor bo'lmaydi. İmam ve cemaat mi namazda Fatiha suresinden keyin amin demese namazga qilcha tahlil yetmaydi degan. Endi aminni ulluk deyish va ichida deyish masalasi hamda. Aminni ulluk deyish yoki ichida deyish masalasiga kelsak, Shofiy, Hanbali mazhablarda va Maliki mazhabining ba'zi ulamolari aminni ulluk deyish sunnat deb qaraydi. Bularning dalili Payg'ambar alayhisalom har qatim namozda Fatihani o'qigandan keyin ulluk amin deydi. İmam Ebu Hanife Hanefi mezhebindekiler umumen yani Malik mezhebinin bazı ulemaları aminni mahfi deyish sunnat deb qaraydi. Buning dalili Qur'on Kerim ud'u rabbakum tadarruan va xufiya. Ya'ni Rabbinglarga yalvarib past ovozda duo qilin dedi. Amin degan bir duo. Duo degan mahfi bo'lishi kerak dedi. Buning dalili Qur'on hamda. Allama Muhammad ibn Salih Usaymin namazda aminni ulluk deyishning hukmini so'raganda mudaffa. Qiroati ulluk o'qiladigan namozda aminni ulluk deyish sunnat. Chunki payg'ambar islom aminni ulluk degan. Ammo jamoatning bo'linishiga sabab bo'lib qolsa bu ish, jamoatning nafratiga uchrab qolishiga sabab bo'lsa, buni tark etish kerak, ichida deyish kerak. Alloma Ibn Bazmo aminni ulluk demisimi namozni boshlash takbirdan boshqa takbirlarda ikki qo'lni ko'tarmasin bo'lamdi degan savolga bunda javob bergan. Aminni ulluk demaydigan namozga boshlaganda takbir tahrimi Allohu akbar deb namoz boshlaymiz-ku. Shu namozga boshlash birinchi takbirdan boshqa takbirlarni hech qaysi qo'lni ko'tarmaydigan. O'shunda jamoatlar bilan birga namoz o'qiganda aminni ichimizda deyishimiz, qo'limizni ko'tarmasligimiz, birinchi takbirdan boshqa qo'limizni ko'tarmasligimiz lozim. Chunki bu ulamo ixtilof qilishgan bir masala. Biz buni tamam ulluk deyish mustahab degan taqdirdami bu mustahab amal. Bu mustahab amalni musulmonlarning birligini saqlash uchun mustahab amalni tark qilish zarur. Birlikni saqlash uchun.
Yani deydi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ni İbrahim aleyhisselamның zamanındakiga o'xshash bütün kamyani bütün qilib etishni arzu qiladi, lekin musulmonlarga buning yomon ta'sir bo'lib qolishidan qo'rqib buni qilmagan deydi. Ya'ni qandoq desa, Kabe'ni hammadan haramga kamiga odamlarni suratida ko'rdi-ku, Kabe'ning yanında bundaq bir yerim bir tam bor. Bu tamning ichi Hujrat Ismoil deb ataydi, Ismoil alayhissalomning hujrat deb ataydi. Şu tam asli burun Rasululloh payg'ambar bo'lishdan 5 yil burun arablar Kabe'ni qayta remont qilgan vaqtida shu bo'sh o'rinni chiqarib etib Kabe'ni remont qilgan ekan. Nima uchun shunday qildingiz desa, bizning haloldan topgan pulimiz yetmedi manınqa, şoma 7-chi ma'ni qilib ayni bosh qolib qo'ydik degan. Demak, shu chaqdagi mushriklarmi hozirgi ba'zi musulmonlardan, ya'ni Allohning ibodatiga halol pul xayrlashni afzal ko'rdi ekan. Endi shu sabab bilan shu chaqda Kabe'ning o tarafi o bosh qolgan. Pulimiz yetmedi, halol pulimiz yetmedi degan nima bilan shuni shunda qilmagan ekan. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında bu bütün hammasi Kabe'ga hisoblangan. Rasulullohning ashunda bir arzusi bo'lgan bo'lsa-mu, shuni musulmonlarga yomon ta'sir bo'ldi deb uni qilmagan. Bu Saudiya Arabistonining sobiq muftisi Abdulaziz bin Bazning so'zi. Endi Qur'on Karimning bu Fatiha surasidan ilindiğen asaslı noktalar ve dersler desek, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim bilen başlıqallıqı, Allah Teala'nın şu başlıqallıqı bizge din ve dünyalık bütün işlerimizni Bismillah bilen başlaşını ügütüdü. İkinci Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'deki en uluk sure. Çünkü bu surede Allah Teala qandaq itiqad qilish ve qandaq dua qilishning adabları ügütülgen. Üçüncü Allah Teala bendining o'ziga qandaq hamd sana aytishni bendilarga onu ügetken. Hakikaten medhiyleşke ve Çin dilinden minnettarlık bildirişke layık zat Allah Teala'dır. Fatiha suresi Müslümanlarga duanın adablarını üretken bulup, dua kılmak olgan adam oldu bilen Allah Teala'ga hamd sana aytidi, onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durut dua aytidi, onun özünün taleplerini aytidi. Bu sure iman Allah Teala'ga ihlas bilen ibadet kılış ve onun yardım tilash bilen kamala yetadiganligini bildirgan. Çünkü Allah Teala'nın başkasına ibadet kılmaslık, onun başkasının medet tilmeslik İslam akidesinin asası. Yaxşılarning yo'liga ergashish, ozg'unlarning yo'lidan yiroq bo'lish har qanday bir musulmon kishiniki axloqidir. Shuning bilan Fatiha surasininki tafsiri tugadi. Ko'ngil qo'yib ko'rib berganinglarga rahmat. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.